Inqirozlar ham xuddi shunday. Ya'ni har bir iqtisodiyotning jihatini rivojlantirgan inqilob uni inqirozga yuz tutish holatlarini ham ko'zda tutishni istisno etmaydi. Ya'ni inqirozlarni o'rganganda har bir mamlakatda, misol qilib aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarida har 11 oydan 1,5 yilgacha bo'lgan muddatda qandaydir inqiroz yuz berishi taxmin qilinadi va Amerikaning iqtisodiy tadqiqotlar byurosining tadqiqotlariga ko'ra 1960 va 2010-yillar 50 yil davomida 21 ta rivojlangan mamlakatda 100 dan ortiq inqirozlar ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va aytganimizdek, inqirozlar o'zini demak kelib chiqish xususiyatlariga ko'ra har xil jarayonlarni o'z ichiga oladi. Umuman dunyo tarixida 1000 dan ortiq inqirozlar va 30 dan ortiq dunyo iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata oladigan darajadagi inqirozlarni ajratib chiqarishadi. Va inqirozlar muammosi asosan Ikkinchi jahon urushidan keyin tahlil qilinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.